narxi $600 turadi buni. Mana Sifatiga shuni, qarab turib narxlanadi. Oddiy quyon emasmi bu? Aka, bu hozir 7 kilodan 14 kilogacha go'sht qiladi, undan ham kattaroq qiladimi kilosi? Mana shu 14 kilogacha bo'ladi. Bu zot yo'nalishimi yo go'sht yo'nalishimi bu, aka? Bu zot yo'nalishiga baqiladi bular. Mana shuni-ya. Men go'sht yo'nalishi deb kattaligiga qaraganda. Zotga bu narxi $600 turadi buni. Mana Sifatiga shuni, qarab turib narxlanadi. Oddiy quyon emasmi bu? Yo'q, akalar, $600 ga quyon olgan bo'larmidingiz? U ham mayli, mana qaylar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu ham albatta quyon ekan. Quyonlarda asatibini yegan. U ham hech narsa emas. Mani quyon bor-ku, bu ham $500 ekan. Ya'ni bolalari bor-ku, $50 dan $200 gacha bo'lar ekan. U ham hech narsa emas. Mana sizlar bitta ochib bering. Mana qochib yorma. Qochib yordi. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli quyonlarimiz bor ekan. Aka, bu sohada necha yildan berisiz? 6 yil xudo xolasa. 6 yildan beri shu sohadasiz. Andijonlik akamiz. Agar birontasi olmoqchi bo'lsa yoki o'rganmoqchi bo'lsa, hamma yo'q to'liq o'rgatasizmi mabodo? Albatta, xudo xolasa aloqa chiqish oladigan bo'lsa, telefon qilsa ko'tara olmay qoladigan bo'lsa, Telegram orqali aloqa chiqib qo'ysa ham bo'laveradi. Golkroll kanalimizga ham Instagramdan obuna bo'lib qo'ysa, bemalol kuzatib turishaveradi. Akalar, bemalol pastga atmetga qilib qo'yaman, o'tib ko'rishlaring bo'ladi. Kimgadir qanaqadir xiyollar zarur bo'lsa, men qaranglar. Gigantlarni qaranglar. Xullas, to'liq videosi Gazina Boss YouTube kanalida yarim soatlik video olganmiz. O'tib ko'rsatib, hamma informatsiya berganmiz. Eng qiziqarli joyi, akalar, bir yilda 5 marta bolali erkani mol qo'ydan ko'ra yaxshi daromad qilar ekansiz. Shunga ishonasizmi? To'liq videosi Gazina Boss YouTube kanalida o'tamiz, akalar. Bizda yangi bo'lsa, podpisatsiyani bosib qo'yinglar.